Ayol farzandlariga baqiradi. Depressiya. Bolalar doim kasal bo'lib yuradi. Depressiya. Bolalar o'ziga yopiq. Onasi depressiyada. Bola kam gap, odamovi. Onasi depressiyada. Bola doim g'amgin. Depressiya. Bu holatlar albatta depressiya belgilarimi? Har doim ham emas, ko'pincha bu shunchaki yomon emotsional holat bo'lishi mumkin. Shuni unutmang, xotiningizni ruhiy holati, ovqatlar, qimmatbaho vitaminlar, qimmatbaho mashg'ulotlar va repetitorlardan ham muhimroq. Agar farzandlaringiz va o'zingiz sog'lom va baxtli bo'lishni istasangiz, ayolingizni ruhiy holatiga ahamiyat bering va bu haqida ko'proq ma'lumotlar istasangiz obuna bo'lishni unutmang.